asmenimda göz çaplayıp şu günü ay yıldızlık gök bayrağı ey anam akan ay yıldızlık gök bayrağı Şerqi Türkistan Assalamu alaikum, kitapxumar aziz qarindoshlarım. Sizlarning huzurunlarda edebiyatshunos olim Hamid Hamroyevning G'o'jilar nayranglari tarixiy romanining davomi. 2-bob Muhammad Xonning o'ylari. Yoqtirib anglag'aysizlar. Kichik Qubulxonadagi Turkning qishida xeyli uzoq turgan Muhammad Xon altından hal berilgan peşmitini içib etib, qo'llarini orqasiga tutgan holda asta qadam tashlab, keng ozodaxonadan chiqib peshayvonga mandi. Bu yerdan yakan go'yo alqanda turgandek ko'rinadi. Kunning salqin bo'lishiga qaramay, Muhammadxon cho'ng qizil yoqut bezab turgan oq sallisini yeshib, egiz putluq duglak ustalga qo'ydi. Üstelde pil ustixonidan ve kam uchraydigan qizil daraxtni yasalgan taxtiga tashlari tizilgan shaxmat turadi. Bu shaxmat yakan Uyg'ur xalqi sulolasining oilaviy tavarruk angushtari edi. Uni davlatni qurgan Sultan Saidxonga navri akisi ulug' Mo'g'ul imperiyasining asoschisi mashhur Zahiriddin Muhammad Babur sovg'a qilgan. Baburning onasi Qutlug' Nigar xonim Sultan Saidxonning dadisi birinchi Sultan Ahmad xonning hadisi edi. Qirib tushirilgan beshig'i yeshil do'ppi kiygan Muhammad xon oq orlig'an chiroyli chektirilgan soqilini yelidan yeli siypab kechilik shaharga ko'z tashildi. Muhammad xon Xudobandi haqida o'ylaydi ekan, uning xotirasi o'tmishni chorlab ketdi. Uning ko'zi oldidan Xudobandining hayoti bir-birlab o'tishga boshladi. Shu bir yili uning turmush yo'lida Qaratog'lik xo'jalarning rahbari Muhammad Ishoq Vali uchrashgan edi. Uni ko'pchilik Ishoq xo'ja deb atashadi. Ishoq xo'ja Anjondan bu tevaga kelganda uning diyonatlik ishlaridan vaqib nurg'unlagan ataqliq odamlar uni quchoq yeyib qarshi olgandi. O'zlariga pir tutib uning muridlariga aylangandi. Ondan Ishoq xo'ja yakanga ravon bo'lgan. Ayni chog'da davlatni Muhammad xonning akisi Abdukerim xon boshqaradi. Abdukerim xon bilan Ishoq xo'janing orasida ixtilof paydo bo'lgandan keyin Ishoq xo'ja Xotanga ketgan. Xotan u davrda Muhammad xonning o'gay inisi Kurayshning ilkida edi. Kuraysh Ishoq xo'jani kutib olishga cho'ng o'g'li Xudobandini avatgan. Keyinroq Xudobandi Qaratog'liklar jamoasi asoschisining samimiy do'stiga hamda muridiga aylangan. Aradan biroz vaqt o'tib, Kuraysh sultonining rafiqasi Xudobandining onasi dunyodan o'tdi. Kuraysh Ishoq xo'jaga kishi avatdi. Ishoq xo'ja sultonning huzurida paydo bo'lganda, Kuraysh uningga ayolni tirildirib berishni so'radi. Agar umrlik juftangning tenida hayotlik shapisi sifatida odoqqa nafas saqlangan bo'lsa, bu mumkin edi. Gap shuningdiki, rafiqang u dunyoga rahlat qilibdi. Shunga uningga jon kirgizish hech mumkin emas, dedi Ishoq xo'ja. Aytishlariga qaraganda, Kuraysh sulton jahillik bilan talvini takrorlab turib olgan. Buningga ochiq kelgan Ishoq xo'ja, Kuraysh shuni bilib qo'yki,
ya sen yoki sening avloding hech qachon xon taxtiga o'ltira olmaysizlar degan. Mushularni xiyoldan o'tkazgan Muhammadxon vaqt tarafdan chiqqan larzan shamoldan teri shurkandi bo'lg'ay chapinining etaklarini himlagan holda ichkiriga qadam tashladi. Cho'ng eshikning kaynida turgan yasovullar ho'shyorlashdi. Ular xonning har qanday buyrug'ini bajo keltirishga tayyor edi. Shu asnoda Muhammadxon Xudobandi to'g'riliq o'ylashini davomlashtirdi. Ehtimol naq hozir Xudobandi Ishoq xo'janing hilqi gaplarini yo'qqa chiqarishga urinayotgandi. 10 yildan ortiq vaqt u itoatchan bo'lib keldi. Hozircha Muhammadxonning ojiz bir yerini bilib qilib, isyon qo'zg'olon ko'tarmoqchi bo'layotamdi-ya. Muhammadxon yanala xiyollarga berildi. Uning xotirasidan o'zining Aqsu shahrida istiqomat qilgan payti o'tdi. Ayni shu chaqda u bar yo'qi sulton edi. Kuraysh sultonga qattiq xafa bo'lgan Ishoq xo'ja Aqsuga yo'l tutgandi. Uni Muhammad sultonning o'zi qarshi elividi shu chaqda. Aqsuliklar Ishoq xo'janing o'z shahrini ziyorat qilganligidan bakmi xursand edi. Shahar aholisi butunlay degdekla uning muridlariga aylandi. Aqsuda Ishoq xo'janing hurmatiga xanikamo selingan. Ishoq xo'ja yana ko'plagan shaharlar bilan yeza kentlarda va'z o'qib targ'ibotchilik qildi. Uning Kuchar, Turpan, Qumul shaharlarida muridlari ko'p edi. Muhammadxon o'zining Ishoq xo'ja bilan tunji qitim ko'rishganini xiyoldan o'tkazdi. Ular Qashqarda uchrashgan edi. Muhammad sulton u bir yili Xotandan Qashqarga inisi Sopi sulton bilan ko'rishishga kelgan. Naq shu chaqda Mavrin Nahirdan Qashqarga Ishoq xo'ja qadam tashrif qildi. Dağınlıq o'limaning Qashqarda ekanligidan xabar topgan Muhammad sulton hurmat yuzasidan uning bilan didorlashishga oldirdi. Sultonim mening, ismingiz kim bo'ladi? deb so'radi Ishoq xo'ja. Davlatning kelajak xoni nihoyat sipoylik bilan mening ismim Muhammad dedi. Shunda Ishoq xo'ja meni bu davlatga qanday sehrli kuch elib keldi deb ko'p o'ylangandim. Endi ko'zim yetdi. Mening bu shaharga kelishimga oldimda turgan sultonning ismi, muhabbati va iltifoti sababchi bo'lgan ekan. Orliqda o'rnagan azroq sukunatdan keyin "Voy, Muhammad, ish harakatsiz yurishga hargiz bo'lmaydi, tirishish kerak" dedi. Ishoq xo'janing mushu gaplarini xotirasini o'tkazdi ekan, Muhammadxonning chehrasida ixtiyorsiz kulki paydo bo'ldi. U kichik qubulxonaga qaytib kirdi. Xotan gilamlari esilgan tomni yoqlab mengib, so'l putini pukib, yumshoq taxtiga o'ltirdi. Muhammadxon qattiq tahiyaga yo'langan holda xonini yo'rtayotgan shamlarning biriga qarab ko'zlarini yumdi. O'ng qo'lining ko'rsatkich va o'tira barmoqlari bilan qapoqlarini siladi. Ham ko'zlarini ochmay yana xiyollarga berildi. U o'ylashni uzilib qolgan yerdan davomlashtirdi. Rost shu chaqda u Ishoq xo'janing gaplariga ixtiyorsiz kulgan edi. Bu gaplar haqida Muhammad sulton u texxon bo'lmagan mezgil edi deb o'ylandi va gumonlandi. U o'zining Ishoq xo'janing muridi bo'lishga munosib ekanligiga shak keltirdi. Qizig'i shuki, uning gumonlarini ustozi Ishoq xo'ja bir so'pidan anglab, o'zi yozgan bir bet she'rni Muhammad sultonga yo'llabdi. Bo'lsimu yurak pare, chiroying g'amkin. Hasrat ko'liga cho'kmagan hech vaqt. So'y, shuncha ham shundoq suydirgin, valildab tutashsun suygudan chiroq.
Bu 4 misrani Muhammadxon harakat qilishga ko'rsatma yo'l yo'ruq deb qabul qildi. Kalisidan gumonni chiqarib etib, yalangpashtaq Ishoq xo'jaga yugurib berib, uning sodiq muridi bo'ldi. Ishoq xo'ja o'z navbatida Muhammad Sultonning ma'naviy ustoziga aylanib, uning haqiqat yo'liga tushib, takammulishiga yordamlashadiganligiga va'da bergan. Muhammadxon o'zining mushu ishiga kulgan edi Hilraqda. Aradan nurg'un yillar o'tib ketdi. Endi mana u qudratlik davlatning xoni. Bu davlatni uning tuqquni Xudobandi mustahkamlashning o'rniga vayron qilmoqchi. Xudobandi xuddi Muhammadxon o'xshash Ishoq xo'janing muridi edi. Ishoq xo'ja o'z vaqtida Xudobandining otasi Kuraysh sultonga uning avlodidan hech kim davlatda oliy lavozim egalolmaydi deb aytgan bo'lsa-mu, Xudobandi bu yo'nalishda tunji qadam tashlab baxti. Muhammadxon shiddat bilan taxtidan turib edi, uning yumshoq o'tigi g'ichirlab ketdi. Naq shu paytda yasovullar kuzatayotgan eshik asta ochildi. Xuddi xon xohishini sezgandek ularning quloqlari ding edi. Muhammadxon sallisini kiyib, olqonlarini bir-biriga urib edi, kichik qabulxonaga 2 odam kirib keldi. Ularning biri chechi butunlay oqargan, kaka soqolliq buvay bo'lib, beshini to'van ekkan peti buyruq kutib turadi. Bu Ishik og'a edi. U xon oliylarining turmush maishati bilan g'izosiga mas'uldi. Ikkinchisi yoshirog'i xonga ta'zim qilgandan keyin qabulxona bulungining yeniga qo'yilgan shira tomon qadam tashladi. Shira ustida pay, qosh tishidan yasalgan dugat va xotin qog'ozi bor edi. Bu Muhammadxonning shaxsiy kotibi edi. Ustalning qishiq kelgan kotibmi beshini egib jim turdi. Muhammadxon xonadagi boshqa odamlarni bayqamagan bir qiyofatda, go'yo o'zi bilan o'zi so'zlashayotgandek besiq ovozda til qatdi. Erta peshin namozidan keyin hukumatning majlisini o'tkazishni hukm qilaman. Yakan shahrida istiqomat qilayotgan kishilar udumidan bo'lgan hukmron oilalar a'zolarining, vazirlarning, sardorlarning, yaroqlarning, qozi, oli, mufti va yirik masjidlar imomlarining, tavachilarining, qurbegi, shahar hokimi, mirosxo'rlarining taq bo'lishi shart. Muhammadxon biroz sukut saqlagandan keyin kotibga nigoh tashildi. Shirining yeniga silingan qora atlasdan shirib tikilgan ko'rpada o'ltirib, arab harflari bilan xonning buyrug'ini yozayotdi u. Bosh vazirga imzo chektirishga isyonchi to'planchilarni ulug' Alloh yo'lida bostirish uchun yurishga hozirlanishga zarur hujjatlarni tayyorlashni farmon qilaman. Kotibning qo'lidagi pay qog'ozda yo'rg'ilashni to'xtatishi bilan Muhammadxon so'l qo'li bilan ishora qildi. Xonadagi avu ikkisi yakan Uyg'ur xonining oldidan boshlarini ekkan holda chiqib ketdi. Muhammadxon qo'llarini keyniga tutib, kichik qabulxonada u yoqdan bu yoqqa mang'atdi. U turponga qilmoqchi bo'lgan yurish haqida o'ylanayotdi. Nihoyat qat'iy qaror qabul qilishning nihoyatda muhim ekanligiga ko'zni yetkazdi-da, xotirjam qiyofatga kirdi. Qo'llarini keynida tutgan peti kichik qabulxonadan chiqib, O'rda saroyining ayollar turadigan tarafiga yo'l oldi. Bu kechani u cho'ng xotini Mehrinush begim bilan o'tkazishni qaror qildi. 3-bob. Mehrinush begim. Shamalbog' O'rda saroyining ayollar turadigan qismi bog'ning ichkarisida edi. Uningga shexildan yasalgan 2 yo'l aparatdi.
Bu iki yolning birinchisida xonning xotinlari bilan mashhuqlari, balalari, xizmatkorlari menish huquqiga ega edi. İkinci yol faqat xon bilan uning opsig'ila taalluqdi. Üçüncü Muhammed Xonning onasi buningda xeyli yillar ilgari voqelik bo'lib ketgachga, bu yo'lda faqat u o'zla mang'atdi. Xonning bu yo'lda menishi bargancha shalanglab ketyotdi. Üçüncü Muhammed Xon o'rnining kichik qobulxonasidan chiqib, mermer palampaylardan pastga tushib, baqqa qadam qo'yganida keynida kelayotgan yasovullar mengishni astilatdi. Muhammed Xon to'xtab, etrafiga ko'z tashildi. Savr eyining sap havosidan bo'liq nafas oldi. Qalbini chulg'ab olgan turpandan kelgan shum xabardan keyin vujudida paydo bo'lgan hissiyotlar asta chekinishga boshladi. Muhammed Xon Mehrinush begim to'g'riliq o'ylayotdi. Begim taxt varisi bo'lgan tunji o'g'ilning onasila emas, hammadan burun o'zi bilan hayotda uchrashgan jimi murakkab voqealarni tang tortishgan ayol edi. Murakkab voqealar uning turmushida ko'p bo'ldi. Mehrinush begim erini har kechasi taqozo bo'lib kutatdi. Muhammed Xon hozir uning yanida to'limi oz bo'ladi. Ammo u begimning xonasida paydo bo'lganda sezgur ayol bir daqiqada erining kayfiyatini aniqlab oladi. Hozirmi Muhammed Xon bölmening bu so'g'ishdan atılışıg'la Mehrinush begim paxtliq atlas ko'rpidan irg'ib turib ketdi. Bölme keng ozoda bo'lib, edanlarga qelin tukluk firoza ranglik xotan gilamlari selingan. Ancha cho'ng emas ikki derazaga gilamlar tusiga mos perdalar isilgan. Tomlarni yoqilitib, mamuq tahiylar qo'yilgan. İki qo'lini maytisiga olgan holda egilib turgan Mehrinush begim xonga ko'zining quyrug'ida qarabla jiddiy bir voqeaning yuz berganligini faraz qildi. Mehrinush begim Muhammed Xonning bir necha kun davomida o'rdining ayollar yashaydigan qismi qadam tashrif qilmay, kichik qobulxonning yenidagi xonasida qo'nayotganligidan xabardor edi. Buning sababini begim bilmadi, ammo uning ko'ngli g'ash edi. Erdan xeyli kichik bo'lganiga qaramay, Mehrinush begim Muhammed Xonning mijoziga, odatlariga shu qadar moslashib ketgan edi. Bugunmi u xonning qadam tashrifiga ichidan xushal bo'lgan bilan, uning heyli petini yo'qotmagan chehrasida ozroq andisha namoyon bo'ldi. Mehrinush bizning qari sharda turishga majbur bo'lgan paytlarimiz yodingdimi? So'radi Muhammed Xon xotiniga yaqinlashgach. Albatta, Ali hazratlari javob qaytardi u besiq ovozda. Muhammed Xon boshqa zuvon surmadi. U bölmening to'riga mang'ach pashmitini yeshib chetga tashildi-da, iditliq tizilgan ko'rplarning ustiga kelib o'ltirdi. Shuningdan keyinla Mehrinush begim ichkarki bölme ishigining yeniq kelishga jur'at qilib, alqonlarini bir-biriga urdi. Shu mahal ikki xizmatkor ayol kenizaklar paydo bo'ldi. Ularning biri tamoman yosh, ikkinchisi sal cho'ngroq edi. Kenizaklar egilgan holda bakmu kichik bir shirini ko'tirib kirishdi. Shira ustida ichiga musallas qo'yilgan kumushdan yasalgan nihoyat chiroyli qo'mzak, ikki piyola va mevlar selingan qacha bor edi. Kenizaklar Muhammed Xonning oldiga shirini qo'ydi-da, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Muhammed Xon beshini ko'tarmay, sallisini yeshib, atlas ko'rpining ustiga tashildi. U texla chaparman elib kelgan maktubning ta'siridan chiqolmayotdi. Yodingdimi, Mehrinush, dedi u bir chaqda. Yodimda, Ali hazratlari, siz buni nimishga so'rayapsiz? Muhammed Xon faqat mushu so'zlardan keyinla beshini ko'tarib xotiniga diqqat bilan qaradi. U yana jim. Mehrinush begimmi sukut saqlamoqda.
U Qarışarda turgan çağlarını xatirisidan chiqarib etaman deb qancha tirishsimi, u kunlarni hamon unutalmadi. Naq shu shaharda uning o'g'li tug'ilgan emasmidi? Hozir Shoh Shujjiddin Ahmad 24 yoshda. Bu bir yili ular Qarışarda turayotganda Mehrinush o'g'lining amonligini tilab Allohga iltijo qilgan edi. 3. Muhammad Xon ömürlük juftidan Qarışar haqida so'raydigan, o'zimi cho'nqur xiyollar iskanjisida qoldi. Uning xotirasidan o'zining va oila tavabatining hayoti xo'p ichida qolgan kunlar chaqmoq tezligida o'tdi. Uning Turpan bilan Qarışarni boshqarayotgan navra kichik dadisi Shoh Xon bir necha yil Muhammad Xon va uning yaqinlarini görüge ilib olgandi. Muhammad uçaqda texi xon emasdi. U mezgilda yakanga 3. Muhammad Xonning o'gay akisi Abdukerim Xon hukmronlik yurgizayotdi. Shoh Xon Turpan bilan Qarışarga vali bo'lish huquqini saqlab qolishga tirishayotdi. Shoh Xon mazkur shaharlarni xonlik barpo bo'lgan kundan e'tiboran Mansur Xon mirosxo'rlarga taalluq deb hisoblatdi. Shoh Xon bo'lsa, Mansur Xonning tanho o'g'li edi. Mening kichik dadam Shoh Xon ayni yillari bakmu bad deyildi, dedi oxiri Muhammad Xon. U beshni bilinar bilinmas chayqidi. Mehrinush daru shirining bir biqiniga kelib cho'kdi. Mehrinush begim beshni linchitib, shundoq degan ishorini bildirdi. Muhammad Xonning bundan charak asar ilgari bo'lgan voqealar haqida so'rishi bejiz emas. Ko'ngilsiz bir voqea sodir bo'lgan o'xshaydi deb o'yladi Mehrinush. Shuning bilan birga u o'z farazining to'g'ri ekanligiga xursand edi. O'zining yosh va go'zal boshqa xotinlar bilan mashhurlarning xonni taqatsizlik bilan kutayotganiga qaramay, erining naq o'zining huzurida bo'lishiga Mehrinush shod edi. Bugun kelgan uchur meni shu bir kunlarni o'ylashga majburladi. Afsus, hayot bizni hech nimaga o'rgatmaydigan o'xshaydi. Muhammad Xon jimib qoldi. Mehrinush begim ko'mzakdagi musallasni piyolaga quymoqchi bo'lib edi. Xon beshini chayqab uni to'xtatdi. Turpanning valisi yana bosh ko'taryotdi. Xuddi heliqi biz go'rida bo'lgan vaqtimizdagidek. Ammo u chaqda akam Abdukerim Xon yurishda edi. Yodingda bo'lsa, imperator Jaloliddin Muhammad Akbarning iltimosiga binoan u ulug' Mo'g'ul imperiyasining gullanishiga yordamlashgan emasmidi? Muhammad Xon yana sukutga cho'mdi. Saqilini siypab, gapini davomlashtirdi. Hali vaziyat boshqa. Men hozir Yakan shahridagu. Oxirida burunqidek Jaloliddin Muhammad Akbar o'ldirdi. U Zahiriddin Muhammad Boburning nevrisi. Men Sultan Said Xonning nevrisi. Bizning bo'g'illarimiz nevra aka-ukalar. Taxtga bo'lsa, qerinishimiz o'ldirishga intilyotdi. Mehrinush begim o'zini qanday tutishni bilmay qoldi. U shuk turib tinchaydigan erini bu eg'ir xiyollardan elib chiqish to'g'riliq o'ylayotdi. U nima deyishni bilmay Muhammad Xonning qo'lini tutdi va uni butkul kash davomida qo'yib bermadi. Xudoning uni tingshishi Muhammad Xon uchun to'liq muhim edi. Mehrinush begim eriga biror maslahat berolmadi, chunki xonlar an'anasida ayollarning fikriga quloq solish yo'q edi. Lekin Muhammad Xon o'zini andishiga selayotgan masalalar haqida Mehrinush begimga so'zlab beradi. Bu jihatdan u dadisi Abdurashid Xonga o'xshab ketadi. Atasi o'zining ikkinchi xotini Amanisa Xon bilan maslahatlashadi. Shoira chalg'u asboblarining qulug'ida o'ynaydigan Amanisani o'rda ahli Nafisa deb atashadi. Amanisani o'rda xonim qizlari ulga namuna tutadi. Mehrinush begim Amanisani hech qachon ko'rib boqmagan bo'lsa-mu,
uningga o'xshashga tirishadi. Mehrinush begim xon oilasiga a'zo bo'lgan kundan e'tiboran Amanisaning misolida tarbiyalandi. Amanisaning butkul hayotini Uyg'ur 12 muqomini tiklab izchillashtirishga beg'ishlaganligi hammaga ayon. Ammo Mehrinush begim uchun Amanisa faqat shoira, chevar sazandla emas, hammadan avval Abdurashid xonning vafodor yori sifatida o'rnak edi. Xuddi Amanisa xon o'xshash Allohning amri bilan xonning umrlik jufti bo'lgan Mehrinush begim har qachon Alloh belgilab bergan kishining yanida bo'lishni o'zining asosiy vazifasi deb tushunardi. Shunga u Muhammad xonni doim tushunib yordamlashishga tirishardi. Lekin erga biror yordam bera olmaydiganligini biladi. Chunki hukmron sulolaning hamma vakillari degidek yaqinlarining maslahatlariga quloq solmadi. Eng yomoni hukmdorlar bek mutakabbir, qo'pol, o'zlarini to'liq yuqori chaqladi. Mehrinush begim Muhammad xonning nazokatlikka muhtoj ekanligini his qildi. Shunga u erining qo'lini qo'yib etmay Muhammad xon tomon inishdi. Isyonkor Turpan haqidagi o'ylar asrida o'ltirgan Muhammad xon qo'lini bo'shatdi-da, xotiniga minnatdorlik bilan qarab uni o'ziga tortdi. Shuning bilan 3-bob tamom. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.